Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşünü qızğın qarşı alırıq. Төәнді тәфсилі мәзмұнны диктанларға sunumuz. Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin uçur alaka ministerligi 2024 yılının kalendarını e'lon qildi. Uningda muhim davlat bayram kunlari, xotirlash kunlari va Şərq Türkistan xalqi xotirlangan xalqaro kunlar, Şərq Türkistan parlament yig'inining ochilish vaqti qatorliq mazmunlar, ya'ni 21 mart kuni Novruz bayrami, 8 aprel Şərq Türkistan Milliy Armiya kuni, 9 apreldan 10 aprelgacha Ro'za hayit, 16 iyuldan 17 iyulgacha Qurban hayiti, 14 sentabr Şərq Türkistan hamkorlik kuni, 12 noyabr Şərq Türkistan Cumhuriyeti Mustaqillik kuni, 19 yanvar irqiy qirg'inchilikni tunish va xotirlash kuni, 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlash kuni, 20 fevral Qumul qo'zg'olonini xotirlash kuni, 5 aprel Barin inqilobini xotirlash kuni, 30 may 7 shahar davlatini xotirlash kuni, 5 iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash kuni, 28 iyul Yarkent qirg'inchiligini xotirlash kuni, 12 oktyabr Şərq Türkistanning qora kuni, 22 dekabr Şərq Türkistan Milliy motam kuni, 1 yanvar Xalqaro Yangi yil kuni, 24 yanvar Xalqaro cho'ng qirg'inchilik, ya'ni Yahudi irqiy qirg'inchiligini xotirlash kuni, 21 fevral Xalqaro ona til kuni, 8 mart Xalqaro ayollar bayrami kuni, 15 mart Xalqaro islom dushmanligiga qarshi turish kuni, 24 mart Dünya tuberkulyoz kuni va inson haqlari dafsanchiligiga aloqador haqiqatga erishish huquqi kuni, 25 may kunidan 31 may kunigacha o'z territoriyasini o'zi idora qila olmaydigan xalqqa hissdoshlik qilish, ittifoqlashish kuni, 26 iyun Xalqaro zulmga uchragan qurbonlar kuni, 14 iyuldan 20 iyulgacha asir elingan davlatlar haftasi, 29 avgust Xalqaro yadro siniqiga qarshi turish kuni, 15 sentabr Xalqaro demokratiya kuni, 27 oktyabr Xalqaro diniy erkinlik kuni, 20 noyabr Dünya bolalar bayrami, 25 noyabr Xalqaro ayollarga qarta zo'ravonlikni tugutish kuni, 2 dekabr Xalqaro qulluqni amaldan qoldirish kuni, 9 dekabr Xalqaro irqiy qirg'inchilik jinoyatining qurbonlarini xotirlash kuni, 10 dekabr Xalqaro inson haqlari kuni. Şərq Türkistan sürgünde hükümeti parlament yig'inining ochilish vaqti har oyning dastlabki yakshanba kuni qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan. Xitoy qonunsiz organ ko'chirishga qarta yangi qonunni ma'qullagan. Erkin Osiyo radiosining 19 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy qonunsiz organ ko'chirishga qarta yangi qonun chiqargan bo'lib, tahlilchilar siyosiy va pul muomala sarxillari harbiy doktorxonalar orqali organlarni maxfiy sotib olganligini, shunga besimning amaliylashmaydiganligini aytgan. Xitoyning tashviqot koni bo'lgan Xinhua agentligining xabarida aytilishicha, 14 dekabr e'lon qilingan va bosh minister Li Qiang imzolagan yangi qonun Xitoyning zuoni bo'yicha o'zgarishchan vaziyatning talabini qondirishni maqsad qilgan bo'lib, ular noto'g'ri istiloga beriladigan jazoni, ko'chirish operatsiyasi qiladigan davolash apparatlariga bo'lgan talabni kuchaytirganligini o'ttirg'a qo'ygan. Organ taqdim qilishga odam organlari ko'chirishdagi ixtiyoriy va haqsiz ta'minot deb aniqlam berilgan bo'lib, 2015 yili 1 yanvardan boshlab faqat ixtiyoriy iona yoki tirik tuqqanlarning a'zolarini ko'chirishga qonunliq ruxsat qilingan. Ammo a'zo ko'chirishga bo'lgan ehtiyoj ta'minlashdan oshib ketgan. Yangi qonun odam organlarining savdosini cheklagan bo'lib, organlar haqsiz ta'minlanishi kerak deyilgan. Mutaxassislar 2024 yili 1 oydan boshlab yo'lga qo'yilgan bu qonun boylarning organga erishishini cheklayolmaydiganligini aytgan. Hozir Shimoliy Amerikada xizmat qilayotgan, Xitoydan qo'rqib ismini yangi familiyalik bir ismga o'zgartirib olgan, burun Xitoyda doktorlik qilgan bir Xitoy davlatlarga o'xshamaydigani Xitoydagi a'zo ko'chirishning yarmi harbiy doktorxonalarda elib berildi. O'lka yoki shahar darajalik yoki Qizil Kirist jamiyatidagi ahvollarni nazorat qilganlar harbiy daxillikqa kelganda hech nima qila olmaydi degan. U armiyaning Xitoydagi kuchli insonlarni organ bilan ta'minlaydiganligini, Xitoydagi organ bilan ta'minlashning fuqarolarga emas, partiya sekretarlariga qarta ekanligini, organ ko'chirishning Xitoydagi yuqori darajali kishilarga va chet elliklarga elib berilganligiga shohid bo'lganligini aytgan. Uning aytishicha, Qozog'istondagi yuqori darajali bir amaldor Xalq ozodlik armiyasi bosh doktorxonasida organ ko'chirishni talab qilgan bo'lib,
Bir ay ichida börek ko'chirish operatsiyasi muvaffaqiyatli elib berilgan. 301 armiya doktorxonasining a'zo ko'chirish bo'limi peshqadam kadrlar bo'limi deb atalgan. Kanada kishilik huquq advokati David Matas bu qonunni Xitoyning ayblashlarni rad qilishdagi qora parda degan va siyosat va qonunlarning qaltis ko'rinadiganligini, amaliyotda ijro qilinadiganligini ko'rishning ta'sirligini aytgan. Muavin Sayya ministri Huang Jifu ilgari Xitoyda organ ko'chirishning ko'pincha o'lim jazosi ijro qilingan mahbuslardan keladiganligini ochiq-oshkora e'tirof qilgan. Xitoyda normalda organ iona qilguvchilar intayin oz bo'lib, organ ko'chirilganlarning sonining bu qadar ko'p bo'lishi haqiqatanmi kishining gumonini qo'zg'aydi ekan. Xalqaro majburiy organ yig'ilishga qarshi turish tashkilotining qurg'uvchisi va bosh ijroiya amaldori Thorsten Tru yangi qonunlarning Xitoydagi qonunsiz organ savdosini to'sib ololmaydiganligini, organ taqdim qilguvchilarga ulashishning mumkin bo'lmaydiganligini aytgan. Tayvan Xitoy bilan Tayvanni ayirib turadigan siziqdan olqib o'tgan ikki Xitoy sharini bayqagan. Manila vaqti xabar torining 19 dekabr kunidagi xabarda aytilishicha, Tayvan davlat mudofaa ministrligi dushanba kuni ikki Xitoy shahrining Tayvanni Xitoy bilan ayirib turadigan sezgir o'tiri siziqdan uchib o'tganligini aytgan. Fevralda Amerika Xitoyning jasus shaharlarini aytib tushirganda, Xitoyning shaharlari siyosiy jihatda qiziq nuqtaga aylangan. Shahar attigan soat 9dan 36 minut o'tganda va tushdan keyin 2dan 43 minut o'tganda Kilong shahrining g'arbiy shimolidan taxminan 204 kilometr uzoqlikda ko'rinib, sharqqa qarab yuzlanib g'oyib bo'lgan. Davlat mudofaa ministri Chiu Kuching ayni vaqtda buning yomg'irlik shamolda Tayvanga qarab uchgan ovozliq yoki havo rayi shari bo'lishi mumkinligini va uni meteorologiya tadqiqoti va sonliq ma'lumotlarga ishlatishga bo'ladiganligini aytgan. Shimoliy Koreya qit'alararo uchadigan ballistik boshquriladigan bombani qo'yib bergan. Yahoo xabarlarining 18 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Shimoliy Koreya Amerika va Janubiy Koreyaning yadro tahdidi planini kuchaytirish harakatiga javoban qit'alararo uchadigan ballistik boshquriladigan bombani qo'yib bergan. Janubiy Koreya armiyasi bayonotida Shimoliy Koreyaning boshquriladigan bombasining qo'shni davlatlarga ta'sir ko'rsatmaslik uchun egiz bo'shliqdagi bir nuqtadan qo'yib berilib, Koreya yarim oroli bilan Yaponiya o'rtasidagi suvga qo'nishdan ilgari taxminan 1000 kilometr uchganligi, xalqaro tinchlikqa tahdid soladigan ig'ir ig'vogarchilik va qo'yib berishning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining Shimoliy Koreyaning ballistik boshquriladigan bomba harakatini cheklash qaroriga xiloflik qilganlik hisoblanadiganligi ilgari surilgan. Yaponiya davlat mudofaa ministrligi bu ahvolni bayqaganligini, Yaponiya bosh ministri Fumio Kishida muxbirga boshquriladigan bomba qo'yib berishdan hozirgacha yaralangan yoki ziyonga uchraganlik to'g'risida hech qanday xabarning yo'qligini hamda davlat bexatarlik kengashi yig'ini ochib, sinoqni muzokara qilishni planlaganligini aytgan. Janubiy Koreya, Amerika, Yaponiya hukumatiga nisbatan aytganda, Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqidagi suvga qisqa musofirlik boshquriladigan bomba atgan. Amerika harbiy taraf boshquriladigan bombani qo'yib berish Shimoliy Koreyaning qonunsiz qurol-yarog' planining muqimsiz ta'sirini gavdalantirdi degan. Kuzatuvchilar Shimoliy Koreyaning orqa-orqadan boshquriladigan bombani qo'yib berishining Janubiy Koreya va Amerikaning Shimoliy Koreyaning taraqqiy qilayotgan yadro tahdidi oldida birlashma yadro to'sish iqtidorini kuchaytirish harakatiga qarshi namoyish bo'lishi mumkinligini aytgan. Amerika va Koreyaning yuqori darajalik amaldorlari juma kuni Washingtonda ko'rishib, ikkinchi qatimliq yadro maslahatchilar guruhining yig'iniga qatnashgan. Seul amaldorlarining so'ziga qaraganda, ular o'zlarining yadro tahdidi va jiddiy taqobil turish strategiyasini yangilash hamda kelar yili yozda birlashma harbiy manevrga yadro mashg'uloti ssenariyasini kirgizishga qo'shilgan. Juma kunidagi yig'indan keyin e'lon qilgan birlashma bayonotda Amerika taraf Shimoliy Koreyaning Janubiy Koreyaga qiladigan har qanday yadro hujumining tez, kishini hayron qoldiradigan va hal qilg'uch javobga erishadiganligi qayta ta'kidlangan. Shimoliy Koreya davlat mudofaa ministrligi yakshanba kuni raqiblarining birlashma harbiy manevrga yadro mashg'uloti ssenariyasini kirgizish harakatini tanqidlab, buni Shimoliy Koreyaga qarshi yadro qurollarini ishlatishning ochiq tahdidi deb tasvirlagan. Va bayonotida Shimoliy Koreyaning qurolli qismlari Amerika va uning beqinda kuchlarining yadro urushi qo'zg'ashga urinishini butunlay palach olg'a tushirdi.
düşman kuchlarning Shimoliy Koreyaga qarshi qurolli kuch ishlatishiga urinishi oldin ola va ajallik javobga erishadi degan. Tarix insonga xos bo'lgan va uning ishlab chiqargan mahsulidir. Tarixsizlik faqat hayvonlarga oiddir. Agar insoniy suratimizdan tashqari shundaqla yeb ichib yashashdan, o'rmon qonuni hukm surayotgan dunyoda put terab turish ko'rishi yo'lidagi tirikchilik qo'yga banit bo'lib o'tishdan boshqa insoniy xususiyatimiz hali ham tirik deb qarasak, bulg'angan tarixni quchoqlab yetib, allaylanib yashashni, mayatda tarixsiz millatga aylanishni qabul qilib yashayotganimiz yetmagandek, tarixsiz tüp bo'lib ezib tugashni qabul qilishga qarab ilgirlashdek sun'iy va halokatlik yo'lning bizni ram qilib olishiga yo'l qo'ymasligimiz, yashayotgan dunyoning ilanguchlarida sangilatilgancha o'zligimizni yitirib qo'yishdan sagaklik bilan mudofaada turishimiz lozim. Buning uchun millatning tarixini o'zliksiz qilib turish roliga ega bo'lgan til, din, madaniyat, kultur va ota ajdod merosi kabi milliy qadriyatlarimizga ega chiqishni uzib qo'ymasligimiz zarur. Buni to'salg'isizlashtirish, karga kelar holatga ilib kelishning yo'li bo'lsa, oldi bilan to'salg'ularning nimaligini bekitish va bir taraf qilish. Her türlü ro'yi qulluqqa qarshi keskin tarzda jang e'lon qila oladigan, yoq deya oladigan ongni zehniyatimizda shakllantirishdir. Shuningdek, vatansevar doiralar bilan unutildirilgan va obrazi bulg'ab etilgan qahramonlarimizni farqlantirgudek saviya sapa yetildirish. O'z qo'limizda tiklatkizilgan milliy butlarni ikkilanmasdan yana o'z qo'limiz bilan chaqib tashlashga jur'at qila oladigan ibrohimiycha ruhdan, sutiqcha jasoratdan, Yusuf Xas Hacibcha bilgi, hikmet ve parasatdan nesibe almağımız zarur. Qachonki suzuk iman, milliy ruh ve ilim hikmetni bir gavda qilib shakllangan o'zlikni, o'zimizga xos bo'lgan zihniyatni barpo qilib chiqalayotganmiz. Shubhisizki, asorat kishilarimiz bir tal hal qismi qolmay pochaqlangusi va bu bizni muvaqqat istiqlol va istiqbolga yuzlantirgusi, erishtirgusidir. İnşallah. Borxan Muhammadning suyuqlantirilgan mustaqillik va Satqulluq Güllengülleri namlıq maqalasidan elindi. Bizga vaqt ayırganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.